Assalomu alaykum hammaga. Lobarxon oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlarga men uy sharoitida, hattoki domlarda ham bemalol tayyorlasak bo'ladigan qazi sho'rvalari bilan tayyorlanadigan norinni o'rgatib qo'yaman. Birinchi ishimizni toza qozonga go'shtlarimizni joylab olishdan boshlaymiz. Qozonimizdagi go'shtlar qaynab chiqqandan so'ng ustidan zira, universal periprava va to'g'ralgan piyozlarimizni sovolamiz. Bu orada idishimizga ikkita tuxumni chaqib olamiz. Ketidan qaynab turgan zirvagimizni sovitilgan suvni bir kosasini orqasidan quyib yuborib, bir chimdim tuz bilan xamir qorishni boshlaymiz. Elakdan chiqarilgan unlarimizni sekinlik bilan solib, chiroyli xamirimizni qorib, xamirimizni iloji boricha qancha qattiq qilib qorsak, xamirimiz yupqa ham yoyilmaydi, qalin ham yoyilmaydi, o'rta hol bo'lib yoyiladi. Xamirlarimizni pishirganda ham chiroyli pishib chiqadi. Keyin norinimizning ham aynan siri xamirini qattiqligida bo'ladi. Qorilgan xamirlarimizni yarim soat tindirib qo'yamiz, ustini plyonka bilan yopib. Tingan xamirlarimizni chiroyli qilib tingan xamirlarimizni ish stolimizga qo'yib, ustidan unlarni sepib, birinchi qo'limiz bilan astalik bilan yoyib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qayirib, chiroyli qilib yoyib, xamirimizga ushlov berib, keyin juvada yoyib olsak ham bo'laveradi. Norinni xamirini qilish juda ham oson, tayyorlash ham eng qiyin joyi bu to'g'rash. Shuning uchun xamirimizni chiroyli qilib yoyib olib, ingichka ham emas, qalin ham emas, videoda aytganimdek chiroyli qilib yoyib oldim. Agar xohlovchilar men katta xamir yoya olmayman deydiganlar bo'lsa, ular alohida ikkita zuvolaga bo'lib, bitta kosadagi suv zirvagidan qilingan xamirni ikkiga bo'lib yoyib olsa ham bo'ladi. Men o'zim har doimgidek katta qilib yoyib oldim. Yoyib olgan xamirlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek ustma-ustun qilib qayirib olamiz. Qayrilgandan so'ng 5 ta barmog'imizni qo'yib, shuni izidan ketma-ketlikda kesib olamiz. Kesilgan xamirlarimizni yana ham ustma-ustun qilib, yana xuddi shu ko'rinishda kesib olamiz. Pishirishga tayyor bo'ladi. Endigi navbat qaynab turgan zirvagimizdan pishib turgan go'shtlarimizni suzgichda chiroyli qilib suzib olamiz. Go'shtlarimizni suzib olib, olovni tagini ko'tarib, shaqillatib qaynatib olamiz. Zirvagimizga keyin kesilgan xamirlarimizni birin-ketin videoda ko'rsatilgandek sovolamiz. Xamirlarimizni maksimum 1-2 minut oralig'ida pishib chiqishini kutamiz. O'zi pishsa suvi yuziga ko'tarilib chiqib qoladi. Pishib chiqqan xamirlarimizni suzgichda suzib olamiz va ketidan yana shu holatni takrorlab 5 ta 6 tadan xamirlarimizni solib, shu ketma-ketlikda pishirib olamiz. Zirvagi shaqirlab qaynab turgan bo'lishi shart. Nimaga siz aynan go'sht qaynatgan suvga qaynatib olyapsiz deb savol tug'ilishi mumkin. Agar siz menga o'xshab go'sht qaynatgan zirvakda pishirib olsangiz, xamiringiz mazasi yana ham shirali va mazali bo'ladi. Ham sho'rvasi juda ham shirali bo'ladi. Men har doim shu usulda qilaman. Siz ham bir marta shu usulda qilsangiz, keyin oddiy suvda emas, har doim zirvagiga pishirib olishga odatlanasiz. Endigi navbat quruq toza dasturxonimizga boyaga pishib olgan xamirlarimizni birin-ketin formada yoyib chiqamiz. Shunday qilsak tezroq quriydi, yog'lashimizga osonroq bo'ladi. Hamma xamirlarimizni pishirib, dasturxonimiz ustiga yoyib chiqamiz. Endi eng muhim joyga yetib keldik. Laganimizni yog'lab, boyaga qurigan xamirlarimizni astalik bilan birin-ketinlikda taxlash boshlaymiz. Birinchi ishimiz toza laganni yog'lab olib, keyin qurigan xamirimizni qo'yib, uni ham ustini yog'lab, uni ustidan yana xamirimizni qo'yib, yana yog'lab, xamirimizni yana qo'yib, yana yog'lab, shu ketma-ketlikda videoda ko'rsatilgandek qilib olishimiz kerak. Terilgan xamirlarimiz ustidan strech tortib, muzlatgichni morozilkasiga 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Qattiq xamirni to'g'rash juda ham oson bo'ladi. Muzlatgichga turgan xamirlarimizni olib, endi taxtakashimiz ustiga oz-ozdan olib, chiroyli qilib maydalab to'g'rab olsak ham bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek ingichka qilib kesib olib, ularni maydalab to'g'raymiz. Norinni eng shirin qiladigan joyiga ham yetib keldik. To'g'ralgan xamirlarimizni idishchamizga solib, solingan xamirlarimizni ustidan zira sepamiz, yog' quyamiz, go'sht solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Shu bilan norinimiz tayyor holatga keladi. Uy sharoitidagi ajoyib norinimiz tayyor bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, hammadan like, kommentariya kutib
qolaman. Bu norinni norin qilishni bilmayman deb bozordan palon pulga norin sotib oladigan opalarimizga yuborib qo'yamiz. Judayam shirin va chiroyli norinimiz tayyor bo'ldi. Tarelkani chetiga piyoz bilan murch sepib chiroyli qilib qazilarini kesib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Retsept yoqqan bo'lsa Lobarxon oshxonasiga obuna bo'lishni unutmang.